Demak, o'quvchilar, assalomu alaykum. Yana milliy sertifikat darajasidagi bitta ko'rsatkichli tenglama ko'rib o'tamiz. Tenglamani yeching deb ekan. Demak, tenglama qarang. O'zi aslida bitta ifoda bilan yozishni o'rganib oling. Sizga px taqsim qx ko'rinishidagi tenglama berilib 0 desa, shunda suratdagi px doim 0 bo'ladi. Maxrajdagi qxingiz teng emas 0 bo'ladi. Bunga sabab nima unday bo'lishiga desangiz, surat 0 bo'la oladi doim o'zi. Maxraj nima uchun 0 bo'la olmayapti? Sonni 0 ga bo'lib bo'lmaydi-ku. Shuni hisobiga maxraj 0 bo'la olmayapti. Mana shu tartibdagi tenglamani shu holatda yechim ko'rib chiqasiz. Endi surat 0 bo'lishi mumkin ekan. x kvadrat minus 9x plus 20 teng 0 bitta. Keyin 2 darajasi x minus 4 0 bitta. Ilzosida 4 minus x teng emas 0 bitta. Keyin maxrajda bo'lgani uchun 4 minus x katta 0 deb qo'yamiz. Ya'ni buni aniqlanish sohasi bor-da, bu 0 dan katta bo'lishi kerak juft darajalimiz. Buni vit teoremasi qilamiz. x1 ga x2 ni qo'shsak 9, x1 ni ko'paytirsak x2 ga 20. Qo'shsak 9, ko'paytirsak 20. x1 5 bo'lsa, x2 4. Ana shunday. Bu turib tursin. 2 darajasi x teng 4. 2 darajasi x teng 4, 2 ni kvadrat. Bu yerdan x teng 2. Bu yerdan x teng emas 4. X kichik 4 dan chiqyapti. X 4 dan kichik chiqishi kerak ekan. Ya'ni x o'rnida 4 dan kichikka borib qo'yamiz. 4 ga teng emas dedi. X 4 ga teng bo'lmasa buni o'chiramiz. Keyin 4 dan kattasini buni ham o'chiramiz. Javobga qaysi qoladi? X teng 2. Bu tenglamani javobi x teng 2 bo'lgan. Mana shu holatda yechim qilaverasiz tenglamalar. Aniqlanish sohasiga e'tibor berishingiz kerak. Bu tenglama videochasini milliy sertifikat olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.